Anar Kot-Kot. Anar Kot-Kot her hafta bir kademe yayınlandı. Bu son programımız ne? Anar FM Tor Radyosu alaydı kollagan. Anlayatqınыңыз Anar FM. Ben Anar Kot-Kot. Kes saat 8. Hadi saat 8 lan. Şundan diye. Anar FM her gün saat 8'de huzurunla sunuldu. Mening bir do'stim bor. Bugun men sizlarga shu do'stimning hikoyasini so'zlab bermoqchiman. Uning opsi nayt qattiq qo'l. Kichkidan uningga bunday tarbiya qiladi. Boshqalarning bolalar qarab baqa, uyning ishlarini tanlashib turib qiladi ekan. Har qitimliq imtihonlarda xalqning bolalariga birinchi bo'ldi ekan. Sizning holingiz bir qarab baqa shunchalik namsan. Kunda o'ynashni bilgan. Men bu shunday jafolik ishlar yemiganni sana yegizib, kiymiganni sana kiygizib, sening bu o'yinlar uchun jafo tortatamdan men yuzimni tik. Bu do'stim maktabda o'qiyotgan vaqtlarida o'qituvchisi nayt yaxshi edi. Biroq uning o'qiydigan talabi intayin yo'q edi. Belki uning o'qituvchisi uningga: "Siz bu qitimliq imtihonni ara 88 numarasiz. Oldingi qitim 4 numara olgan. Hozir natijangiz bag'ansiz chiqib bordi. Hozir 88 numara olsangiz, keyin qitimliq imtihonlarda layoqat bilamayman demoqchimisiz? Sualni testavatamsiz? Men qarsam o siz faqat imtihonga tayyorlik qilmoqchisiz. Mening sizga qo'yilgan talabimning qattiq bo'lishi albatta sizning keyinligingiz uchun. Bo'ldi, men bu natija bilan yuzam bulti ma'lum desangiz, olmaydi. Men sizni zo'lamayman. Siz yaxshi natija erishgansiz, erishmamsiz men bilan aloqasi yo'q. Ajab ümidim yer qo'ydingiz. Bu do'stim chong bo'lgandan keyin nayt qattiq qo'l odamga aylandi. Oldin kuni uni bilan paranlasam, u menga bunday dedi: "Ey otash, bu chiqdi valilarniki komandasining musobaqa natijasi shunday nachar. Boshqa komanda a'zolarining natijasi qarab baqa, shunday yaxshi. Davomli oltin medallarni oladi. Komanda musobaqalarida birinchini bo'ladi. Ularning komandasichi e'longa chiqib ko'z qilishmas, hech nima bilmaydi. Odamning yuzini tik. Bu do'stim chong bo'lgandan keyin nayt yaxshi er bilan to'y qildi. Uning eri nayt yaxshi, biroq xizmatdagi natijasi odat kichiladi. Shuningga erining xizmatdagi natijasiga qarata do'stim nayt ümidsizlanadi. Sizning bu oylik mukofotingiz ana shunchalikmi? Oldingi qitim nechta ko'p olgandingiz-ku. Hozir barobar shunchalik ozlab ketdi. Keyin oydan boshlab yo'qlab o'tgandim nima? Nima? Ish unumi yaxshi emas? Men qolsam bu siz faqat ishxonada bisib o'tirib ishlaydigan chiroy emassiz. Siz sirtdan boshqa bir kelib qoldingizmi-ya? Sizga talabni yuqori qo'yishimdagi sabab sizni albatta shunchalik yaxshi ko'rganligimdan. Buni bilasiz? Men boshqalarga yuqori talablarni qo'ymagandim-a? Sizcha men sizning shunchalik pulingizni ko'rsatamdi? Voy, sizning unchalik pulingiz nimaga hisob? Keyin bu do'stim yaxshi bir xizmatga erishdi. Biroq xo'jayin nayt jirginishlik bir odam edi. Kunda xo'jayindan tinchlik o'tirardi. Men o'jani nusxani aytaman. Men ishxonamda mineral suv qolmadi, darhol almashtirdim. Ay, yon vaqtda mushti chirkishning va'dasini chiqardingizmi? Nimanda qo'lingizni ishga berdi sizni? Voy, xon. Boshqa qanday gapirishni bilmaysiz? Ay, bu qanday pozitsiya sizniki? Buni boshqangiz kim sizni? Buni boshqangiz meni izlab gapirsin. Sizning qaraganda faqat ishligingiz yo'q-da, ha? Ishligingiz bo'lmasa, darhol yo'qolib. Har holda u do'stimning mijozi shunday yaxshi edi. Shirkatda faqat ochiqlanmaydi. Biroq oz to'la tezda maqola kirganda ochiqlanib qoladi. Ay, mulozim ostan sürtmabsiz. Va taksini ustiga suv ko'mdingizmi? Mulozim! Ay, mulozimchi, to'q qo'ymaslar. Men nech chiqib chaqirdim sizlarni. Ay, sizga bu qanday pozitsiya? Mehmon degancha podshoh, hammadan ustun o'rin turdi. Buni bilmaysiz? Va sizlarning xo'jayinlar kim u? Chaqirgan xo'jayiningiz bilan ko'rishman. Men sizlarga uchun arz qilaman. Sizning yaxshiroq bir mulozim bo'g'ingiz yo'qmi? Faqat bo'g'ingiz bo'lsa yo'qlama. Sizlar deb yaqinlarchi, mening o do'stim hozir nerede? O dal sizlarning aranglarda. Başqalarga amal bor, gap qilganda yoki tarbiya qilganda qarshi tarafga elib keladigan ta'sirini o'ylab so'zlasak. Chunki bizda bir hikmatli so'z bor-ku, o'ynab so'zlasangmi, o'ylab so'zla deydigan. Suratga elish xizmati jarayonida men o'xshamagan muhitda, har xil qiyofatda, o'xshamagan girim uslubini qo'llanaman. Buning uchun menga faqat orgofili kifoya. Mayli sirtlarda, kuchlik oftob nurida, mayli kuchlik chiroq nuri ostida bo'lsin, orgofi mening 100 teramni qo'g'dab keldi. U teramni asrab, meni yumron, suzuk, sog'lom teriga ega qildi. Orgofi menga yondashdi, mening tanlashim almashdi. Orgofi